Buni qarashini. Qaranglar, yomon qarayapti. Bu qushimiz kecha sizlar ko'rgan jahldor to'ti qush bo'ladi. Mana bir kunda buni yuvosh holatga keltirdik. Qo'lga o'rgatib mana ancha xotirjam holatga olib keldik. Assalomu alaykum obunachilar. Bu videomiz Afrika kulrang to'tisi, ya'ni jakular haqida bo'ladi. Bundan buyog'iga xudo xolasa zo'r kontentlar sizlarni kutib boryapti. Eng zo'r kontentlar kutib qolinglar. Bundan buyog'iga chorvachilikda yangi narsalar, masalan, hamma ham qilib ko'rmagan, ko'pchilik qiziqqan, lekin qilib ko'rmagan narsalarni sizlarga ko'rsatamiz. Faqatgina ko'rsatmaymiz, o'sha narsani o'zimiz, masalan, qushlarni olib kelib, uni ko'paytirib, qancha daromad olish, qancha pul ketishi, hamma narsani o'zimiz amalda qilib ko'rsatamiz. Faqat qushlar emas, sizlar qiziqqan narsani, nimani qiziqsiz kommentariyga yozinglar. Xuddi o'sha narsani biz amalda iloji boricha qilib ko'ramiz. Necha pul ketishi, qancha daromad olish mumkin, qancha vaqtda pulni oqlaydi, hamma narsani sizlarga ko'rsatib boramiz. Buning uchun sizlardan faqat bizga motivatsiya bo'lish uchun like bosib, olovlarni tashlab, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Bundan buyog'iga zo'r kontentlar bo'ladi. Xo'p, bu jakularimiz uchib ketdi. Hozir olib kelaman. Xo'p, birinchi navbatda buni gaplashaylik. Nima sababdan bu u darajada yovvoyi bo'lib ketib qoladi? Qo'lga urgangan jaku qanday holatda yovvoyi bo'lib ketib qoladi? Bu birinchi navbatda bu qushlarimiz odamni juda ham yaxshi ko'radi, odamni do'st deb biladi. Buni ko'p vaqt e'tiborsiz qoldirsalaring va ko'p vaqt qapasda asrasalaring, bu qushlarimiz yovvoyilashib qoladi va ularni tarbiyalash kerak bo'ladi. Uni tarbiyalashni qanday qilamiz? Urib, so'kib, masalan, cho'qqigan paytim qo'lda yo u yoq bu yoq kecha rost cho'qyapti, mana o'sha hozir cho'qimay qoldi. Cho'qigan payt masalan urib, so'kib qilsa ham bo'ladi. Bunda nimaga sizlarga jim turadi? Faqatgina sizlardan qo'rqqani uchun tek turishi mumkin. Lekin u qushni qo'rqitishimiz kerak emas. Bu shunday bo'lishi kerakki, bunga yaxshi gapirish kerak, yaxshi muomala qilish kerak. Bu sizdan faqatgina qo'rqqani uchun emas, sizga ishongani uchun yoningizda xotirjam turish kerak. Buning uchun nima qilamiz? Masalan uchun bu jaku qushimiz kecha qo'lga chiqayotdi. Hali ham bosmadan chiqqan yo'q, ora-orada chiqyapti. Masalan, qo'lingizni berasiz. Qush chiqmadi, buni majburlash kerak yo'q. Bundoq qilib majburlash kerak yo'q. Bundan o'zi qo'lingizni tutasiz, masalan, chiqsa chiqdi. Chiqmaydigan bo'lsa, bo'ldi. Keyinroq yana urinib ko'ring. Ko'proq bu rushnoydan chiqib ketgandan keyin bunga qo'lingizda ovqat berishingiz kerak. Qo'lingizda ovqat bersangiz, ancha sizga ishonch ortadi. Keyin misol uchun cho'qigan payti buni chertib, urib, surtib yurmang. Prosta bu ham tushunadi. Yo'q jaku, yo'q deb bu bilan muloqot qilish kerak. Keyin bunda bir kunda hech yo'q 2 soat, 3 soat muloqotda bo'lish kerak. Bunga tushunsa, tushunmasa, tushunmaydi demanglar. Bu ham tushunadi, his qila oladi, his qila oladigan to'tlar turiga kiradi. Gapirasiz, chiroyli siypalaysiz va bunga mehr ko'rsatasiz. Masalan, o'zingiz juda ham mehribon ko'rsatasiz bunga. Yoniga qo'lingizga ovqat berasiz, qo'lingizga suv berasiz. Shunchaki bilsinki, u sizga ishonsa bo'ladigan, yana sizga bemalol ishonib yoningizda xotirjam turishini his qilish kerak. Mana shu qushlar ham endi his qiladim deganlar uchun bu qushlarimiz IQ darajasi 3-5 yosh bola darajasida bo'ladi. Bu qushlarimiz eshitadi, gapiradi, tinglaydi, yodlaydi. Undan tashqari tanib oladi. Yana eng zo'r ma'lumot, bu qushlarimiz o'zini oynada taniy oladi. Dunyo bo'yicha faqat 4 ta jonzot o'zini oynada taniydi. Birinchisi odam bo'lsa, ikkinchisi delfin, uchinchisi maymun, to'rtinchisi aynan mana shu jaku oynada o'z aksini ko'rib o'zini taniy oladi bu qushlarimiz. Va bu qushlarimiz gapirishi dunyo bo'yicha to'ti qushlar ichida eng zo'r gapiradiganlardan biri hisoblanadi. Bundan qimmat to'tlar ham bor. U noyobligi uchun qimmat, chiroyliligi uchun qimmat. Lekin gapirish bo'yicha eng chempion to'ti qush jaku bo'ladi. Boqqanlar bor ichimizda ko'rib turganlar, agar boqqanlar bo'lsa kommentariyga yozib qoldiringlar. Bu qushimiz 1000 taga yaqin so'z yodlay oladi, 1000 tagacha so'z yodlay oladi. Undan tashqari taqlid san'atida bundan ustasi yo'q. Kuchukda akillashini, mushukni miyovlashini, hattoki telefoningiz jiringlashini, masalan, sizning gapingizni o'zingiz ovozingizda yodlab oladi. Har xil narsalarni yodlab oladi. Ko'pchilik masalan buni boqqanlar eshik taqillashini yodlab oladi. Juda ko'pchilikda ovora qilishi ham mumkin. Misol uchun kimdir eshik taqillatyapti deb kelib eshikni ochishingiz ham mumkin, lekin aynan uni jaku qilayotgan bo'ladi. Eshitgan narsasini yodlab olish juda ham zo'r. Yodlaganni ham birga bir qilib nusxalab yodlaydi. Shunaqangi zo'r to'ti qushi bo'ladi. Undan tashqari bu qushni olasiz, siz farzandingiz, nevara, chevaralaringizgacha maza qiladi. Meni farzandlarim, nevara, chevaralarim yo'q deyishingiz mumkin, lekin bu to'ti qushimiz 40 yildan 70 yilgacha umr ko'radi. Xudo xohlasa hamma narsani birgalikda ko'rasizlar bu qush bilan. Bitta olib qo'ysang uyingizda sizlarga oddiy uy hayvoni emas, bir do'st, oila a'zosi singari bo'lib qoladi bu qushlarimiz va bulardan daromad olyapti turganlar ham juda ham ko'p.
bular endi keyingi videolarda bo'ladi. Bulardan qancha daromad olish. Endi qisqacha qilib aytib o'taman. Misol uchun bitta mana shu jaketni bir jupini o'rtacha 1,5 ming dollardan 1,800 dollargacha hozir olsangiz bo'ladi. Bitta jupini, bir parasi, ya'ni eri xotinni olasiz. Qapasiga o'rtacha endi qancha bir 200 dollar atrofida qapasiga расход qilasiz va bunda yeb ichishi bir oyda 50 ming 100 mingdan u yog'iga o'tib ketmaydi. Bularni yeb ichishi juda ham ekonomiy, donlari ham juda ham arzon turadi bularni va o'zingiz yegan meva-chevalarni ham bemalol bersangiz bo'laveradi. Faqat bularga sho'r narsa, shirinlik narsa, qovurilgan, pishirilgan narsa bermaysiz. Meva-cheva, sabzavotlar, har xil bodom, pista, semichka, yeryong, shunga o'xshagan narsalar juda ham yaxshi ko'radi. Qalampirni ham ora-orada berib turish tavsiya qilinadi. Qalampir bu achchiqni his qilmaydi. Bunga juda ham masalan ko'p foydali tomonlari ko'p. Hozir hammasini aytib aytolmayman. Foydali tomonlari ko'p. Qalampir berish ham tavsiya qilinadi. Faqat har zamonda haftada bir berib tursangiz ham bo'laveradi. Xo'p, o'sha 1,800 dollarga olasiz, qafasidan 2,000 dollarga tushgani bilan, xo'p, bu qushlarimiz 3 ta 4 ta bolalaydi. Bir yilda 2-3 martagacha bolalaydi. Endi 2-3 marta emaslar, 1 marta bola olinglar bundan. Bitta berganda 4 ta emas, 3 ta bola olinglar. 3 ta bolasini donasini 500 dollardan 10 kunligida sotasizlar. 10 kun, 15 kunligida 500 dollardan 100 dan olib ketishadi kerak bo'lsa, mana shuncha bo'ladi. Bu degani yiliga o'rtacha 1,5 ming dollardan, o'rtacha emas, eng minimalniy miqdorda 1,5 ming dollardan bundan daromad qila olasiz. Endi bu qushimiz masalan 2 ming dollar tikib 1,5 ming daromad olamiz deyapti, lekin bu qush sizga qoladi. Bu degani yana 30 yil, 40 yil, 50 yilgacha sizga har yili 1,5 ming dollardan ishlab berishi mumkin bu qush. Endi bundan 2 parax qo'ysangiz qancha o'tib ketadi? Uyingiz bitta burchagida turadi, ham sizga nima deydi, rohat beradi, ko'rasiz, dam olasiz, maza qilib gaplashasiz, ham orqasidan yaxshigina daromad qilasiz. Rushnoy qilib boqadiganlar, undan daromad yo'q. Uning uchun faqat rushnoyga olishadi, buni uyda boqishadi, o'zini do'st uchun, oila a'zosi singari boqishadi. O'sha uchun boqishadi. Rushnoy boqishdan foyda yo'q, faqatgina o'zingizga quvonch beradi xolos. Siz buni foyda olaman desangiz, buni parasini boqishingiz kerak va shunaqangi rushnoyga boqadiganlarga sotasiz. Agar uni sotish, qatga sotamiz deysiz, unaqa muammosi yo'q. Masalan uchun o'zimizdan oladigan bo'lsangiz, o'zimizdan bolalarni sotib olaveramiz ko'paygan payt. Bularni endi keyingi qismlarda video qilamiz. Hammasini hozir reklama bo'lib ketib qolmasin. Shuning uchun bizni kuzatishda davom etinglar. Like bosib, obuna bo'lib, bizga motivatsiya berib, keyin kommentariyaga qaysi sohalarga qiziqasizlar yozib qoldirsang, o'sha sohani faqat yoritmaymiz, o'sha sohani sizlar uchun qilib ko'ramiz. Faqat endi chorvachilikka, misol uchun qushga yoki quyonga yoki shunga o'xshagan narsalarga bo'lsa, biz boqib ko'rsatib beramiz. Qaysi yo'nalishdan qancha daromad olish mumkin, hammasini sizlarga ko'rsatib beramiz. Uning uchun faqat videoga like bosib, aktiv bo'lib turishlaring kerak. Buni eshitishni qaranglar. Xullas, shunaqa gaplar jigarlar. Jakut o'tlarimiz haqida ma'lumotlar berdim, buni qarashini. Qarashni qaranglar, yomon qarayapti lekin. Prosta videoga like bosib, obuna bo'lib, hozir his qiladi deyapman. 3-4 yosh bola nimani his qiladi? Misol uchun o'zlaring bilinglar, 3-4 yosh bola his qilgan narsani bu ham his qila oladi. IQ darajasi xuddi o'sha bilan bir xil bo'ladi. Shuning uchun like bosamiz, obuna bo'lamiz. Endi birinchi videomiz, xafa bo'lmaysizlar. Bundan buyog'iga yaxshilashga harakat qilamiz. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Faqat sizlardan like bosib, aktiv bo'lib, obuna bo'lib, bizga motivatsiya berib turasizlar degan umiddaman. Hammalaringga rahmat. Shuncha vaqtlaringni oldim. Agar vaqtlaringni bema'ni narsaga olgan bo'lsam, uzr so'raymiz. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, ozgina nimadir olgan bo'lsangiz, videoga like bosing yoki kommentariy yozing, jigarlar, prosta bosamiz.